Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan IT Vanus. Bugungi darsimiz Google darslar to'plamidagi 3-mavzu Google qidiruv tizimini o'rganish bo'ladi. Bundan oldingi darsimizda biz Google brauzerini, ya'ni Google Chrome brauzerini o'rganib chiqdik, qanaqa ishlashini. Siz xohlagan brauzeringizdan yoki o'shandan yoki bo'lmasam boshqa brauzerdan foydalanishingiz mumkin. Men aynan bu darslar to'plami uchun mana bu brauzerdan foydalanaman. Xo'p, birinchi bo'lib biz o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa Google qidiruv tizimlari qanday ishlaydi. Har bir qidiruv tizimining o'zining boti bo'ladi va u botlar internetda aylanib yuradi va har bir sahifaga kirib, sahifaning qanday ishlashini, uning kali so'zlarini yoki bo'lmasam boshqa ma'lumotlarga qarab, uni sahifani o'rganadi va o'zining bazasiga yozadi. Misol uchun itvan.uz ga kiramiz. Bu yerdan mana bu Ctrl U ga o'tamiz va bot mana bu sahifaga keldi deymiz. Xo'p, bu yerda meta taglarga qaraydi. Description va keyword bor. Ya'ni bu yerda kalit so'zlar bor. Mana shu kalit so'zlarga qarab sahifani o'rganib chiqadi yoki bo'lmasam aynan bunga emas, misol uchun title ga qaraydi, albatta, va H1 larga qaraydi, sahifaning H1 ga, H1 tagiga yoki bo'lmasam linklarga qarab chiqadi. Mana shunday tarzda sahifani o'rganadi va o'rganish natijasida o'zining bazasiga yozadi va qidirishda, misol uchun IT darslar deb yozganimizda bizga o'zi mana bunday taklif qiladi. Ko'ryapsiz bu yerda, demak bizning sayt 2-o'rinda turibdi. Tushunarli qismi bo'lsa ham. Xo'p, yaxshi. Endi keling, qidirishni ko'rib chiqamiz. Misol uchun kitoblar deb qidirdim men. Bu yerga natijani chiqarib berdi. Bu yerda boshqa takliflar bor va sahifalar. Xohlasangiz keyingi sahifaga o'tishingiz mumkin va bu yerda qo'shimcha ma'lumotlar. Agarda siz badiiyga bossangiz, badiiy kitoblar, islomiyga bossangiz, islomiy kitoblarga o'tib ketadi. Ya'ni mana shunday tarzda qidiradi. Xo'p, asosiy o'rganishimiz kerak bo'lgan joy mana bu yerlar. Mana bu barchasidan, bu faqat rasmlardan qidiradi, faqat videolardan, qisqa videolardan, yangiliklar yoki bo'lmasam web, faqat saytlardan va kitoblar. Bunisi kerak emas. Barchasiga o'tamiz va Tools bo'limida mana bu filtrlash bor. Bu nima? Bu oxirgi soat, oxirgi 24 soat, oxirgi hafta, oxirgi oy va oxirgi yildagi ma'lumotlarni qidirish. Agarda biz oxirgi 24 soat deb yozsak, bu bizga oxirgi 24 soatdagi ma'lumotlarni chiqarib beradi. Agarda mana bu yerdan verbatim deb yozsak, bu bizga faqat kerakli ma'lumotlarni, ya'ni aniq ma'lumotlarni chiqarib beradi. Mana bu yerdagi images yoki bo'lmasam places yo'qoladi. O'tamiz. Mana ko'ryapsiz. Xo'p, keyingisi mana bu advanced search, ya'ni bu murakkab qidiruv turi. Xo'p, bularni biz mana bu yerda qidirib ko'rib chiqamiz. Xo'p, keling qisman ko'rib chiqamiz bu yerda. Mana bunisi birinchisi, keyingisi. Aynan bizga biror muhim ma'lumot kerak bo'lsa, mana bunday qidiramiz. Bu retire deyapti. Ya'ni aynan mana shu so'zlarni qidiradi. Orasida mana bu yerda birorta so'z qatnashgan bo'lsa hisobga olmaydi. Bu yoki orqalik, bu mana bu ayri bor, bundan emas, bundan qidirib buni ko'rib chiqamiz va bu ham. Misol uchun bu nima? Bu telefon qidirsangiz, telefon narxi $100 dan $300 gacha. Mana shu yerda belgilashingiz mumkin. Va qaysi tildan, qaysi manzildan, qaysi tayin buni ko'rib chiqdik va qaysi saytdan qidirsan, bu sahifani qayerda bo'lsin, misol uchun sahifani title'da yoki tekstda yoki URL'da, link. Xo'p, bu tipidan, bu litsenziyasi. Mana shunday qidirishimiz mumkin ekan. Yana bir narsa, Google'ning Google Scholar degan sayti bor. Bu saytdan siz o'zingizga kerakli qandaydir maqolani qidirib, topib ishlatishingiz mumkin. Demak, bu google.com bo'lsa, bu scholar.google.com. Ya'ni bu yerda misol uchun neyron tarmoqlar deb qidirib, qandaydir maqola, ilmiy maqola bo'lsa, o'rganishingiz mumkin. Bu faqat ilmiy maqolalar yoki bo'lmasam qandaydir jurnallar yoki bo'lmasam tezislar shular bo'yicha natijani chiqarib beradi. Kitoblarga o'tamiz. Endi qaranglar. Mana bu yerdagi narsa mana bu yerga o'tganda o'zgaradi. Misol uchun rasmlarga o'tganda, tools bo'limiga o'tsangiz,
mana bu yerdan rasmning katta kichikligi faqat ikondan tanlashingiz mumkin yoki bo'lmasa misol uchun oq qoradan bo'lsin deb tanlashingiz mumkin. Mana shunday tarzda siz buni yana ham filtr qilishingiz mumkin. Yoki bo'lmasam tipi vaqti. Endi videoga o'tadigan bo'lsangiz, videodan ham sifatda yoki bo'lmasam source, qaysi sayt yoki bu yerda davomiyligi. Video qancha bo'lsin? 4 minutgacha, 4 minut bilan 20 minutda orasida yoki bo'lmasam 20 minutdan uzun. Mana shunday filtrlashingiz mumkin bo'ladi. Endi siz aynan birorta saytdan qidirmoqchi bo'lsangiz nima qilasiz? Keling, Advanced ga o'tamiz. Kitoblar va men nimadan qidirmoqchiman? Misol uchun it1.uz dan qidirmoqchiman. Advanced bosamiz. Mana bunday tarzda. Ya'ni bu yerga birorta ma'lumot yoki bo'lmasam teskari yozsangiz ham bo'laveradi. Misol uchun saytdan kitoblar degan saytda kerak emas. Ya'ni bu saytda mana bu so'zi yo'q ekan. Misol uchun keling boshqa. IT darslar. Ha, videoga o'tib qopti. Barchasiga o'tamiz. Demak, ma'lumot bizda chiqyapti. Ya'ni bu mana bu orqali biz faqatgina mana bu saytdan ma'lumot qidiryapmiz. Endi boshqacharoq informatika Python deymiz. Ya'ni bu ko'ryapsiz, informatika so'zi ham bor va Python so'zi ham bor. Aynan informatika va Python desak, nima qilamiz? Mana bunday tarzda qidiramiz va bu informatikadan keyin Python kelgan bo'lsa, agar orasida boshqa bir belgi bo'lsa, hisobga o'tmaydi. Qidiramiz, ko'ryapsiz bu yerda hech narsa topmadi. Chunki yo'q. Topish uchun misol uchun mana bunday yozishimiz mumkin. Mana bunday tarzda. Ko'ryapsiz, topdi-ya mana buni. Demak, aynan birorta matnni qidirmoqchi bo'lsangiz, mana bunday qo'shtirnoq ichiga yozishingiz kerak bo'ladi. Endi agarda fayl qidirmoqchi bo'lsangiz nima bo'ladi? Fayl uchun misol uchun informatika deymiz. Bu yerda mana bunday PDF deb yozsangiz ham bo'ladi yoki bo'lmasam file type, mana bunday file type va bu yerga 2 nuqta PDF. Mana bunday tarzda bo'ladi. Ya'ni mana bu matn va buning tipi faqatgina PDF dan qidirsin. Ya'ni faqat PDF lardan informatika so'zi qatnashgan PDF lardan qidirsin. Mana bunday tarzda. Yoki mana bunday yozsangiz ham bo'laveradi. Ko'ryapsiz, informatika faqat PDF bo'lsin yoki bo'lmasam faqat Word bo'lsin desak. Yo'q, Word emas. Tipini yozishimiz kerak. docx. docx. Mana bunday tarzda. Mana ko'ryapsiz, doc PDF bizga topib beryapti. File type yoki boshqa bir tiplarni xohlasangiz qidirib ko'rishingiz mumkin. Keyingisi, misol uchun bu yerda mana bu yerda ko'rgan narsamizni ko'ramiz hozir. Ya'ni mana buni. Men uzum deb qidirmoqchiman. Menga mana bunday uzum sayti chiqyapti va mana bu mevalar chiqyapti, to'g'rimi? Xo'p, men nima qilmoqchiman? Uzum qidirmoqchiman, lekin unda meva degan so'z qatnashmasin. Nima qilaman? Bu yerga minusni yozaman va mevani yozaman. Endi mana bu uzumlar yo'qolishi kerak. Bosamiz. Ko'ryapsiz, faqat mana bu uzum sayti chiqyapti va mevalar yo'qoldi. Ya'ni mana bunday tarzda sizga kerak emas bo'lgan qismini ehtimolligini olib tashlashingiz mumkin. Yoki bo'lmasam or orqali ko'rganimiz tepadagi Advancedda kitoblar yoki nima? Informatika misol uchun. Yoki bu bizga chiqarib beradi. Informatika, kitoblar, darsliklar, mana kitoblar. Ko'ryapsiz-a? Xo'p, yaxshi. Endi sal boshqacharoq kitoblar va manzili bor. Misol uchun
Toolsga o'tyapmiz. Vaqti qani edi? Xo'p, mana bunday qidiramiz. Kitoblar deymiz va after deb yozamiz. 2 nuqta. Kitoblardan keyin probel bor. After 2 nuqta. 2024 misol uchun 01 dan keyingi bizga sahifalarni topib ber. Ya'ni mana bu manzildan keyin. Yoki bo'lmasam bu manzildan oldin demoqchi bo'lsak, before yozamiz. Demak, aynan mana shu manzildan shunday demoqchiman. Aynan mana shu manzildan oldingi bo'lgan ma'lumotlarni bizga chiqarib beradi. Ko'ryapsiz, 2015 ga o'tdi. Agarda mana bu yer 2015, agarda after desam, bu 2024-yil va 21-mart manzil o'zgaryapti. Ko'ryapsiz-a? Yaxshi. Yoki bo'lmasam location bo'yicha mana bu yer. Mana bu region, mana bu bo'yicha. Qanday bo'ladi? Probel location deb yozamiz. 2 nuqta Uzbekistan. Enter. Bu faqat mana bu sahifa, mana bu ma'lumot faqat O'zbekistondan qidiriladi. Endi misol uchun faqatgina sahifaning title'dan qidirmoqchi bo'lsak nima bo'ladi? Bu yerda nima qilamiz? In title deb yozamiz. Va title'ida misol uchun IT darslar. Topilmabdi demak. IT darslar. Informatika deylik. Informatika. Demak, mana bu yerda bor. Demak, mana bu sahifaning title'ida informatika degan so'z bor. Tushunarligi? Yoki bo'lmasam URL'da. Qanday bo'ladi? In URL'da IT darslar mana shunday qatnashgan bo'lsin deymiz. Hop, enter. Ko'ryapmiz, demak URL'da IT darslar mana bunday tegi bor. Ya'ni URL mana shundan tashkil topgan. Ko'rib ko'ramiz. Mana IT darslar. Ko'ryapsizlar-a? Endi bu o'rganganlarimiz bilan menimcha, xudo xolasa, Google'dan yana ham yaxshiroq foydalanishni o'rganib oldik va foydalanamiz. Bugungi darslar shulardan iborat edi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.